oldingi suhbatlarda ham aytganman-da, O'zbekiston oliy hokimiyatida ishlaydigan odamlar bilan gaplashsangiz, misol uchun ertaga 5 ta respublika birlashib Markaziy Osiyo ittifoqi, men tasavvur qilib aytaman, shunday tashkilot tuzilsa, Markaziy Osiyo ittifoqi hozir maslahat kengashi bor. Bu tashkilot emas. Tashkilot nima degani? Uni shtab kvartirasi bo'ladi, uni strukturalari bo'ladi, uni funksiyalari bo'ladi, uni rahbariyati bo'ladi. Bugun Markaziy Osiyo integratsiyasi bo'yicha birorta mutasaddi tashkilot loyiha mavjud emas. 5 ta prezidentning nimasi bor? Maslahat kengashi bor. Qozog'istonga borganda 5 barmoq yeymiz, O'zbekistonga kelganda osh qilib beriladi, Tojikistonga borsak tojikcha osh qilib beriladi. Ya'ni xuddi shunaqangi bir maslahat kengashi bo'lib turibdi o'zaro. Xo'p, ya'ni ichkarida ko'rishadi, lekin xo'p, vaziyat o'zgarib qolsa, ya'ni aytmoqchimanki, Rossiyada vaziyat o'zgarib qolsa, ya'ni xalq tilida aytganda Putin ketsa, Putin ketadigan bo'lsa, keyin nima qilamiz? U jarayon tezlashadi juda ham. Lekin mana yuqorida gap boshladimki, agar Markaziy Osiyoda integratsion loyiha tashkilot tuziladigan bo'lsa, ertalabga Abidga kelib Rossiyadan ariza tushadi. Men ham bu tashkilotga kirmoqchiman deb. Tarixda bir necha marta shunday bo'ldi. Keyin Xitoydan bo'lishi mumkin. Yo'q, Xitoy qo'shilmaydi. Xitoy ariza bermaydi. Xitoy kuzatadi xolos. Shunda ham o'zining formati ham bor. Ha, lekin Rossiya aytadiki, men ham Markaziy Osiyo tashkilotiga men ham qo'shinglar deydi. Kim yo'q deydi? Yo'q deya oladi. Kim yo'q deya oladi? Lekin Turkiy dunyo integratsiyasi anchagina jadal ketyapti, chunki bu yerdagi bosh rolni, bosh skripkani Turkiya o'ynaydi va Turkiya u yerda o'zini nimasi bor. Rossiyaga ayta oladi.